real qaraydi. Boricha qaraydi. Boricha qabul qiladi, boricha ko'radi. Xom xayollarga, orzularga aldanib qolmaydi. Ammo musulmon bo'lmaganlar ayni shunaqa bo'lishadi. O'zlari to'qib olgan xurofotlarga ergashadi. Orzu xayollarga berilib ketishadi. Nima emish? Inson hech kimga muhtoj emasmish. Ular e'tiqodida. Inson mutlaq erkinmish. Inson uni taqdiri o'zini qo'lida emish. Inson o'zini baxtini o'zi yaratarmish. Men nimaga erishgan bo'lsam deydi Xudo tanib etgan. Mana shu mehnatim bilan, qo'llarim bilan erishdim deydi. Alloh yo'q ularning hisob kitobida. Inson tamomiy xur emish. Taqdiri o'zini qo'lida emish. Yo'q birodar, inson qul. Inson qul. Inson faqat savob, gunoh ishni qilishda xur, ixtiyorida.